Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz JavaScript'ni onlayn o'rganib boshlaymiz. Hop, mening ismim Behruz va bugundan boshlab men JavaScript'ni noldan boshlab sizlarga o'rgatib boshlayman. Birinchi videomiz bizga JavaScript'ga kirish bo'ladi. Bunda biz nimani o'rganamiz? JavaScript'ga kirishda biz JavaScript o'zi nima va u nima uchun ishlatiladi, o'shani o'rganib chiqamiz. Hop, JavaScript bu asosan web developmentda ishlatiladi. Web development degani bu brauzerda ishlaydigan sahifalarni kodlashda, dasturlashda ishlatiladi. Hop, undan tashqari JavaScript'ni biz yana albatta o'yin yaratish uchun yoki qanaqadir mobile applications, ya'ni mobil ilovalarni ham yaratish uchun ishlatishimiz mumkin. Hop, o'zbekcha JavaScript'da boshladik. Men darsliklar iloji boricha qisqa qilaman. Men 20 minut yoki 30 minutlik odamni zeriktiradigan darsliklar qilib olib borishga qarshiman. Chunki odamlar hozirgi paytda o'zining diqqatini maksimum 20 minut ushlab tura oladi. O'shaning uchun eng ko'pi bilan 20 minutgacha, naqadar 10 minut, 5 minutlarda qisqa tushuntirib ketaman. JavaScript'ni faqat basic levelda o'rganamiz. Ya'ni boshlang'ich levelda o'rganamiz. Hammaga kerakli bo'ladigan ko'p ishlatiladigan narsalarni o'rgatib ketaman. Bunaqa qiyin, bir xil vazifani bajaradigan va boshqa narsalarni o'rgatib ketmayman. Eng mashhur bo'lgan, siz o'chiratishingiz mumkin bo'lgan narsalarni o'rgataman va advanced darajalarni keyinchalik yana ham chuqurroq kirib ketadigan bo'lsangiz bu sohada, JavaScript sizlar sohalariga juda ham kerak bo'ladigan bo'lsa, chuqurroq o'zingiz o'rganib olishingiz mumkin. Men faqat sizlarga dasturlashga, JavaScript'ga kirishni o'rgatib beraman. Hop, JavaScript'ni aytganimdek, biz web developmentda ishlatamiz, ya'ni web sahifalar yaratishda JavaScript juda ham ko'p ishlatiladi. Ya'ni uni logikasiga mana bu yerda yaxshigina rasm turibdi. Mana shu yerda chiroyli qilib ko'rsatib qo'yilgan. Ya'ni sizlar JavaScript'ni o'rganishdan oldin HTML va CSS ni o'rgangan bo'lishlaringiz kerak bo'ladi. HTML va CSS, to'g'rimi? HTML bu bizda agar odamga taqqoslaydigan bo'lsak, odamning skeleti. CSS bilan esa unga biz nima beramiz? Rang beramiz, ko'rinish beramiz, skin beramiz. Nima demoqchiman? Agar saytimiz faqat HTML va CSS dan tashkil etadigan bo'lsa, bizda odam emas, bu qandaydir qo'g'irchoq bo'lib qoladi. Albatta suyagi bor va yuzlari bor, qanaqa ko'rinishga ega bo'lgan qo'g'irchoq bo'lib qoladi. Na bir ko'zini yumadi, na bir gapiradi, na bir o'ylaydi. O'shanaqa narsalar yo'q. JavaScript esa uni ongi. JavaScript is the brain, uni ongi. Demak, odamzodning harakatlanishi, gapirishi, nimadirni tushunishi, ishlash tezligi, to'g'rimi? Ular hammasi JavaScript hisoblanadi. Va o'shaning uchun bu bizga sal qiyin tuyulishi mumkin, lekin iloji boricha eng oson usulda o'rgatib ketishga harakat qilaman. Xo'p, bugungi darsimiz shu. JavaScript nimaligini o'rganib oldinglar. Bu hozircha biz JavaScriptni webda o'rganib boryapmiz. Keyinchalik buni backend sifatida ham ishlatishimiz mumkin. Bu bizda frontend qismi. Frontendga eng kerakli bo'ladigan basic, eng kerakli bo'ladigan qismlar HTML, CSS va JavaScript. Va shundan men sizlarga JavaScriptga qilib berdim. Yangi darslardan biz darsimizni boshlaymiz. Hammaga rahmat e'tibor uchun.